Ersiz o'tgan kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozli kitob salonida ovozga ilinib, ovozli kitob salonida tarqitildi. Boshqa qanday turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqitishiga yo'l qo'yilmaydi. Üçüncü qism. Eliyar har ta'tilda kelganda meni umidlantirib, kelgusidagi baxtli kunlarimiz to'g'risida so'zlab, o'zimga bo'lgan ishonchamni oshirib qo'yib mang'atdi. Men shu shirin xayollari bo'shigida allaylanib, iztirobli kunlarimni tunga ulab ketayotgan kunlarning birida tuyuqsiz momamning og'rib qolishi mening barliq orzu umidlarimni yo'q chiqardi. Shu kuni saharda etizg'i suv boshlash uchun Dodi Kadri Qosimkamning uyiga suv so'rab borgan edim. Eshikdan kirishimga uning ayoli: "Voy xonim, qachongacha erga tegmay yurisiz? Mahalladagi erlarimizning ko'zlaridan o't chiqarib, nima qilay deyapsiz? Sizning shapqingizga teyilib, yiqilib tushami erlarimiz deb ansirab, kechasi tuzukrakmi uyqu yo'q bizlarga xonim? Kaga elchilarni bir-birlab yo'lga silib Eliyarni saqlayapti dang. O Eliyar o'qish bitirib kelsa sizdek yetim o'g'loqni yoritamdi." Ayol ha deb so'zlayotdi. Men hech nimani anglamas qisilib, bugun etizg'i suv tutmoqchi bo'lganligimni Qosim Duyjonga aytdim. Qosimkam: "Mush xotin haqning og'ziniza nima qalaymaqan ko'tillaysa, boshqalar agi tegmasa, sening nima chatig'ing? O'ziningmi o'ylig'ini bordi?" dedi ayoliga kayib. Ham suvni boshlasam bo'ladiganligini aytdi. Men u uydan ko'nglim bir qismali holda qaytib chiqdim. Gerçi Eliyarga ishonsam-mu, ammo shu minutning o'zida rostaydi, u degan bu mahallikaz kadr bo'ladi. Menchu mendek ota-onasining kimligini bilmaydigan qizni Eliyarning ota-onasi yoritammi degan besaramjan xiyol kallamda chaqmoq chaqqandekla shuncha tez yalt-yult qilib paydo bo'ldi. Aslidagi o'zimga bo'lgan ishonchlarim bir tilla tavalg'ushqa boshlab, qadamlarim meni etizliqqa emas, daryo bo'yiga boshlab mangdi. Quyosh attiganlik sehiy nurini bu to'pliq mahallamizga oyimay chechib turadi. Qo'y kalallarini tog' bag'riga beqish uchun haydab mangan padining oyig'idan to'zigan to'ppa mahallani oqish tuman bilan qoplagan edi. Men ketayotgan padalarning oyig'idan chiqayotgan to'pchanglarga qarab yomg'irni eslab qoldim. Mush paytda shoqirab bir yomg'ir yoqqan bo'lsa, barliq to'pchanglar besiqqan, ichimdan isyon ko'tarayotgan yig'illarimmi yomg'ir bilan qo'shilib tuproq singib ketgan bo'lsa, qanchalik yaxshi bo'ladi-da? Eliyar, mush topsan nima qilayotgansan? U yerda bu yerdan 2 soat burun tong otdi davatqayding. Balkim darsda bo'lishing mumkin. Meni seg'ingansanmi? Men seni bakmi seg'indim, Eliyar. Güzalay, hey Güzalay, bo'ling qizim, mo'mingiz yiqilib tushdi. deb ansiz chaqirgan ovozdan esimni yig'ib qarasam, Sarxon momam yiroqdan qo'lpulang'ishib yugurganicha kelyotdi. Uning oyoq ostidan to'zigan o'lik to'pa uzun ko'ngligining lapildishi bilan xuddi tar to'puliq bu yo'ldan bir qo'tan pada o'tgandek chang to'zan chiqarib kelyotdi. Men andikkanimdan Sarxon momamning oldiga yugurib bordim. "Moma nimish bo'ldi?" "Voy qizim, momingiz yiqilib tushdi", dedi hasirab turib. "Bo'linga tez doktorga opirishning amalini qilayli." "Nima? Qandoq bo'lib?" dedim jiddiylashib aldirab mang'ash. "Qizim, boyam Eliyarning opisi kelibdi-ekan. Bir obdan paranglashib o'ltirgan. Momingiz u cho'kanni uzitib qo'yib kiribla, kayniga o'rilib tushdi. Yelim yaxshi menmi o'yinglarda borkanman qizim. Bo'lmasa momingiz o..." Men Sarxon momamning keyingi gaplariga quloq solmasdan uchqandek uy tarafga qarab yugurdim. Shuncha yildan beri mengib
Jiroq bilinmagan bu tar to'piliq mahalla yo'li menga to'limi uzun bilinib ketdiki, o'zimning daryo bo'yi tarafga qarab mang'inimdanmi ming pushaymon qilib ketdim. Momam o'yladagi supidala so'zilib yotadi. Uning o'ltirishib ketgan ko'zlari mahkam yumilgan bo'lib, peshonasidagi eg'ir turmushning yaldamizi bo'lgan yo'l qo'riqlari bovam ketgandan keyin xeyli ko'payib qolgandek ko'rinadi. Tatirib ketgan yodong'i chiroyi quyosh nuri ostida sap-seriqlik ko'rinadi. Mehmet bovam va bir qancha qo'shnilarimiz uning atrofida aloqazodi bo'lishib turishadi. Muma deganimcha kelib, momamning ustiga o'zimni otdim. Bir chaqda Sarixon momamning "Qizim, momingizni darhol doktorga opirayli" degan so'zidan esimni yig'ib, beshimni ko'tirib, atrofimdagilarga qaradim. Go'zalay, siz kirib opangizning bir necha qur kiyimlarini ilib oling. Mansur akangiz mashinaga ketdi. dedi Mehmet bovam jiddiylik bilan. "Ha ma'qul" dedim o'ksib turib, ham ichkarigi uyga kirib, momamning kiyimlarini yig'ishtirishga boshladim. Bu chaqda Sarixon momam kaynimdan kirib, "Qizim, ahvolinglar bizga ayon. Axcham momingizni doktorga opog'idek pul pichak yo'q uyda. Shunga mahalladagilar ozroq yig'ish qilishdiq. Yetmagan yeriga yana bir amal bo'lib qola qizim" deb qo'lidagi pulni menga sundi. Men nima qilarimni bilmay yig'lig'inimcha Sarixon momamning bo'yniga esildim. Demisimi, bovam tugab ketgandan beri momam bilan ishimiz atiyoz kirishi bilan boshqalarning etis eriq ishlarini qilishib, mushu topgan pul bilan 2 moy yerimizni terib, turmushimizni qamdab kelyotdik. Bari yo'qi birdani qo'yimizni bovam tugab ketganda nazirchiroq ishlariga ishlatib, bu qisinchilikdanmi chiqib olgan edik. Sarixon momam degandek uyda momamni doktorga oparg'idek pul yo'q edi. Men garchi urug' tuqqan bo'lmasaqmi, beshimizga kun tushganda saxovat qo'llarini sungan bu mehribonlarimdan suyunib ketdim. Momamni nahiyalik doktorxonaga elib keldik. Doktorlar bir qarabla momamni jiddiy qutqizish bo'limiga akirib ketdi. Men qo'rqqanimdan nima qilishimni bilmay, eshik oldida u yoqdan bu yoqqa mang'atdim. Kallam qop-quruq edi. Sarixon momam bilan o'g'lim Mansur akam doktorxonada palaqshib yurib, bir doktordan momamning zada nima kasallikligini so'radi. "Qaraganda jigar maslibada qildi. Tekshiryapmiz" dedi doktormu qat'iylik bilan. Buni anglab, bayamqi momamning chiroyidagi seriqlik esimga keldi. Necha kun burunla momamning chiroyining sarg'ayib, hatto ko'z chanoqlarimi sarg'ayib qolganligini ko'rib, momamdan "Bir yaringiz og'rimdi" deb so'rasam, u "Yo'q bolam, atiyoz pasli emasmi? Shunga chiroyim shundoq ko'rangandi" desa, menmi ancha pisand qilmagan ekanman. Bechora momamning tartmagan, jafos qilmagan edi. Bu dunyo nima degan rasul deb o'yladim ichimda. Aralıqdan 2 soat o'tgandan keyin bir sestra bizni doktor ishxonasiga boshlab kirdi. 50 yoshlar chammisidagi, peshonasidagi chochlariga oq sanjilgan, do'g'loq yuzlik doktor bizning kirishimizni kutib o'tirgan ekan. Biz kirishimizga "Sizlar mo'mayning qandoq tuqqanlari?" deb so'radi. Men o'zimning navrisi ekanligimni, Sarixon momam qo'shnimiz ekanligini dedim. "Momingizning ahvoli xatarlik. Jigar rakining oxirgi bosqichiga kelib qopti. Operatsiya qilish uchun nurg'un pul ketdi. Yana kelib, momingiz yoshinib qopti. Bu xil operatsiyani ko'tarilmaydi. Eng yaxshisi momingizni uyga opirib, bir necha oy bo'lsin beqib olinglar" dedi doktor jiddiy qiyofatda. Men doktorning so'zlariga
ishonmayli qoldim. Oxirgi bosqichi degan bu so'z bilan ko'zlarim qorong'ulashib, o'ltirgan joyimdan turolmay santirilib, yiqilib ketdim. Doktor, momamni qutqizib qoladigan ish bo'lsa, men pulning amalini qilishga tirishiman. O'ltirayotgan osh uyimizni setib bo'lsin, momamni davolataman. deb yig'lig'inimcha o'rnimdan turib, doktorining qo'liga esildim. Qizim, ko'nglingizni tushunaman. Ammo bakli kechikibdi. Foydasi yo'q. Eng yaxshisi uyda ko'ngli nimani xohlas shuni qilib, oxirgi kunlarini o'tkazib olsin. Momam yana qanchalik yashay oladi, doktor? Buningga bir nima demak tez qizim. Balkim 2 yil yoki 2 oy yashay olishi mumkin. Doktorning bu so'zlaridan badallarim bo'shib, putlarim dir-dir titravotdi. Og'zimga gapmi kelmay qoldi. Sarxon momamga o'zimni tashlab, yig'lab ketdim. Sarxon momammi ko'nglimni tushandi bo'lg'ay. Bo'pti, qizim. Yig'laveling. Toza yig'lab olsangiz, ichingiz bo'shab qoladi. deb cho'lib ketgan sochlarimni silashga boshladi. Momamni doktorxonadan yondirib keldim. Shu kundan boshlab ko'zimdan yosh qurimasli bo'ldi. Xuddi yog'ochdan yasalgan qo'chaqdek ruhim tenimdan sug'urilib ketgandek, bir yerda o'ltirsam, o'ltiribli ketadigan. Nimani o'ylaganimni o'zimmi bilmay, o'zimga o'zim so'zlab ketadigan garangli bir odamga aylanib qoldim. Eliyarga xat yezib, momamning og'rib qolganligini deb, hayotining oxirgi bosqichga kelib qolganligi to'g'riliq gap qilmadim. Chunki uni ansirtishni xohlamadim. Momamga kasallik ahvolini aytmaslik to'g'riliq Sarxon momam bilan maslahatlashib olgan edik. Shunga momam o'zining hayotlikning oxirgi ochiligi berib qolganligini bilmaydi. Biz momamga bir ishlarga ortiqcha chechilib, hayajonlanmaslik kerakligini deb qo'ydik. Bir kuni momam meni yeniga chaqirib, "Qizim, sizlar menga demagan bilan ko'nglim to'yib turadi. Mening kunlarim oz qoldi. Oqshom buvingizni tushab qoptiman. Tushida u meni chaqiryotgandi. Ammo sizga qiymayman, qizim." dedi nursiz ko'zlariga yosh agitib. "Nadagi gapni qildigansiz, moma? Bir o'ptalla turmamsiz. Mening to'yimni qilib, navramni tang beqishib berdigan bo'lgan-ku?" dedim momamning ko'nglini yasab. "Voy, tatli qizim. Qeyni siz bilan to'y qiladigan yigit. Ko'zimning ochiqida ishkinglarning beshini qo'shib qo'ya olgan bo'lsam, debla o'ylaydim. O'tganda Eliyarning opisi kelib, Eliyar maktab dars Urumchida qoladi. Bu yeziga kelmaydi. Urumchidagi tog'asi bu ishga yo'l mengayotidi degan edi. Sizdan ansirabli qoldim, balam. Navoda shundoq bo'lib qolsa, siz qandoq qilasiz, balam?" "Men Eliyarga ishinaman. U hargiz Urumchida qolmaydi. U menga va'da bergan, moma." Bundoq deganingiz bilan ota-onasi majburlab turibsa, u amalsiz qoladi, balam. Shunga ko'zimni medrab turgan vaqtida sizni birasining peshiga esildirib qo'ygan bo'lsam, ondan o'lsammi armonim yo'qdi. "Moma, siz meni boshqalarga majburlamayman degan." "O'g'o, shundoq. Ammo Eliyarning kelishiga yana 1 yildan ortiq vaqt bor ekan. U chaqqichi men hayot tura olsam-ku yaxshi. Navoda undoq bo'lmay qolsa, mening bir ko'zim ochiqli ketadi, qizim." "Qalaymigan xiyollarni qilmang, moma. Siz hayot turisiz, men va Eliyar bilan to'y qilaman. Qandaq dedim, tatliq moma?" Men erkalab turib, momamni quchoqlab oldim. Gerçi chiroyimda kulki bo'lg'ini bilan ichimda yig'layotgan edim.
Momamning gaplari to'g'ri edi. Sarxon momamdan anglasam, Eliyarning opasi mahallada o'g'lim Urumchida katta idoraga xizmatga tushidi. Shaharli qizlarni elib beraman deb yurgidekmish. Eliyardan xat yezib bu vaqt so'rasam, Eliyar ota-onasining shundoq deb yurganligini, ammo o'zining yanada mahallaga qaytib keladiganligini, qandaqli ish bo'lsin, mening saqlashim kerakligini deb javob xat qaytargan edi. Lekin mana hozir momamning ahvoli bu. Navoda momamdan ayrilib qolsam, kimmi mening bu holimga yetar? Kimmi men uchun ikki eg'iz odil gap qilar? Mahalladagilarning o'yichi bo'lsa, meni hozirlab birasiga yotliq qilib, momamning oxirgi umidini yerda qo'ymaslik edi. Muhabbat hijronda tovlanadi deb kim aytgan bo'lg'aydiki, qalbimdagi hijron o'tlari ulg'aygan sari Eliyarga bo'lgan seg'inishim hassalab eshib, uning xatlarini qayta o'qiydim. Eliyarning har bir xatining oxirida yozgan: dard alam irodasi ojiz kishilar uchun qalb yarasi paydo qiladigan rahimsiz qamchi bo'lgani bilan irodasi kuchli kishilar uchun olg'a ilgirlashning harakatlantirgich kuchi bo'ladi degan so'zlari umid, ishonch o'tlarimni qaytadan jonlantirib, mayli qanday ish yuz bermasin seni saqlayman Eliyar deb o'zimga madad beratdim. Yerim kechida momamning noqushi bilan ko'zimni ichib qo'rqib ketdim. Momamning yutgan ko'rpalari xuddi bir javr qonni chechivatgandek qip-qizil turadi. Momamning chiroyi bo'lsa qop-qora ko'mirda qaradab ketgan edi. Men qo'qqinimdan jaloqlab titrab ketdim. "Moma, nim bo'ldingiz? Gap qiling" deyaladim aralla. Momam menga qarab bir kulimsirab og'zini o'malatdi-yu, gap qilolmadi. Men yugurib chiqib Sarxon momamlarning darvozasini kuchab urdim. Qarangu, oysiz kechining jimjitligiga cho'kkan mahalla qattiq urilgan ovozdan uyg'onib, qayoqlardan itlarning qavashlari anglansa, bir kimlarning eshiklarining echilib yepilganligi anglandi. Eshikdan Mehmet bovam hassini to'kildirib chiqib keldi. "Buva, momam u?" deyaladim aralla. Mehmet bovamning kaynidan Sarxon momammu chapinining bir yengini kiyishga ulgurmayla yugurib chiqdi. Ular mendik aloqazodilikni ko'rib, ko'ngli bir ishni tuydi bo'lg'ay, nemish bo'lganini so'ramayla o'ylamizga yugurdi. Biz uyga kirsak, momam yana qon qusuvatdi. Sarxon momam yugurib berib, momamni yo'lab o'ltirg'izdi. Men momamga qarab buqqildab yig'lavatdim. Momamning nurziya yig'ib turadigan illiq chiroyi amdalikda kuyib, kul bo'lgan qoqshal daraxtdek qop-qora bo'lib, uchib qolayli deb qolgan shamdek pildirlab turgan nursiz ko'zlari nimagadir intilgandek uyoq bu yoqqa qaraydi. Qurib ketgan lavlari jonsiz midirlab nimanidir pichirlaydi. Sarxon momam engishib turib, qo'liqini momamning eg'iziga yaqin ap kelib, titrab chiqayotgan jonsiz ovozga quloq soldi va menimi yaqin keling dedi. Men momamning qadoq besib ketgan yodongo qo'llarini ching tutqash, qo'liqimni yaqin qilib, momamning pichirlashlariga quloq soldim. Go'zalayni sizlarga topshirdim Sarxon. Uningga atadarchilik qilib qo'ygan bo'lsanglar, dedim momam to'limi tasda titrab turib. Xotirjam bo'lsizlar, Güzalay o'z qizimizdekli tursa, hargiz ansirmisizlar Guloyimxon, dedi Sarxon momam ko'zlariga yosh agitib. Men momamning bu so'zlariga chidab tura olmay, "Moma, siz so'qiyib ketasiz. Meni yolg'iz tashlab ketmaysiz, moma," deb momamga esilib
unlab yig'lab ketdim. Momam yana bir nimalarni deb pichirladi. Ammo ovozi barg'ancha pastlab, aniq anglang'ili bo'lmadi. Shu topda men odamlarning hamon bir umr, armon, istaklar qo'ynimida yashaydiganligini, o'limning zodi nimadan derak beradiganligini haqiqiy tushunib yetdim. Momam ko'zlarini yo'g'on ochgan holda menga bir qarag'anicha jim bo'lib qoldi. Sarxon momammo menga esilib yig'lab ketdi. Demak, momam jon uzgan edi. 16 yoshida pak muhabbati uchun uydan chiqib ketgancha 70 yillik hayotida nurg'un javr jafolarni chekkan. Ammo qilchimi voysimay hayotga rozimanlik bilan qarab kelayotgan bechora momam mana amdi tinimsiz tipirlashlarning, horg'inlikning xotimasi, hayotlikning mangulik oromgohi bo'lgan o'lim yo'liga qarab mangan edi. Gerçi tug'ilish, o'lish hayotlikning mangulik o'zgarmas qonuni bo'lsa-mu, ammo buningga bardoshlik berishga odam chidamaydi ekan. Momamning qetib qolgan muzdek yuzlariga yuzimni yiqib, qanchalik yotganimni bilmayman. İçimden chiqayotgan peg'onliq yoshlarim momamning muzdek yuzlarini bo'ylab oqatdi. Sarg'an momamning meni tortishlariga bo'y bermaydim. Hasratlik yig'am uyquga ketgan butun mahallani uyg'otdi bo'lg'ay, birdamdil uyning ichi xulum qo'shnilar bilan to'lib ketdi. Ularning birlari menga qarab ich og'ritsa, birlari meni ayyiblab, balduroq birsiga tegib olgan bo'lsa, bundoq tikandek yolg'iz qolmaydi, deyishib kusurlashatdi. Momamning oxiratlik ishlarini Mehmet bobam bilan Sarg'an momamlar shundoqla xulum qo'shnilari yig'ilishib yaxshi qilishib berdi. Momamni yerligiga qo'yib, xeyli kungacha Sarg'an momam men bilan konuşup uyning chiraqini o'chirmadik. Men bu jarayonda tala tuzgimi chiqmay, bobam bilan momamning suratini quchoqlab o'ltirdim. To'la yig'lab ko'z yoshlarimni qurib ketdi. Ilyarga momamning tugab ketganligi xabarini yezib, necha xatlarni yozdim-yu, pochtaxonaga berib selishga ko'nglim unimadi. Chunki uning imtihon mazgillari bo'lib, ta'tilga chiqishiga bir oyla vaqt qolgan edi. Shunga parakanda qilishni xohlamadim. Mahalladagi eqib yurgan gaplarni Sarg'an momam ba'zida ancha-muncha deb beradi. Qadrlik anglovchilar, Mehriyaning Ersiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 3-qismi bugun mushu yerda tamom. Momisining vafotidan keyin Güzel ayning bundan keyingi taqdirda qanday o'zgarishlar bo'lgandi? Asarning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar davomliq ovozli kitob salonimizning buningdan keyingi mazmunlarida bo'lsin.